Qana bo'lmasa boshladik. Bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Islomjonimiz YouTube kanali obunachilari, Chorva ishqibozlari, YouTube foydalanuvchilari. Hurmatli obunachilar, bugun biz Andijon bosgan Cho'g'ma mol bozoridan, xudosa Sigir bozorida chiroyli qilib yordam berishga harakat qilamiz qo'llangancha. Kanalimizga obuna bo'lmagan akalarimiz obuna qo'yinglar, layklar bosinglar, do'stlarimizga videoyimizni ulashib qo'yishni unutmanglar, hurmatli tomoshabinlar. Hozir bugun chiroyli qilib yordam berishga harakat qilamiz. Yomg'ir boshlandi. Neç pul olyapsiz odasi? 19 milyon 500 bo'lyapti, hurmatli tomoshabinlar. Mana shu 7 oylik bo'g'az. Qancha baraka bo'ldi? 20 ga? 20 ga barakasi bo'ldi, hurmatli tomoshabinlar. Mana bu. Bo'g'azmikan? Necha oylik? 7,5 oylik bo'g'az ekan, hurmatli tomoshabinlar. Barakasi bo'ldi 20 millionga, to'g'riga. Mana bo'lmasa. Ina bolamiz hech bir ekan. Mana hurmatli tomoshabinlar. Shvetiya qiziqqan kunlarimiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz, sarchimsiz? Nech pul deyapsiz aka ina bolang? 27 aka. 27. Sadosi qancha bo'ldi? 24 qiling. 24 sadosi bo'lgani. Bolasi? Unachi, enasi gumon. Enasi 3 oylik gumon, bolalari, bolasi Unachi, hurmatli tomoshabinlar. 6 litr suti bor. Nechinchisi bo'g'az? 4-chi, ya xudo xolasa. 8 suratchi bor, ha? Qiziqqanlar telefon nomerini ayting. 95lik 909 5100. Sadosi qancha bo'ldi? Aha. 24 ga bermaysiz, ha? 24 ga berilmaydi, hurmatli tomoshabinlar. Ustiga qo'shgan yo'ldosi beramiz, ha? Ustiga qo'shgan sotiladi, xudo xolasa akalar. Qiziqqanlar chiqsa aloqa chiqarasiz. Bolasi ham o'sha 1.5 dan bala to'plab bolasi ham. Ha, hurmatli tomoshabinlar. Qiziqqanlar chiqsa aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa. Bunimiz nech pul ekan aka? Assalomu alaykum. Qarmang. Oshtag'ami? Oshtag'a bu nech pul bu? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yo'q, narxini aytmaysiz bo'ldi hali. Nima qilganda? Nech pul bu? Biz 30 deyapmiz. 30 kam bor. Sadosi qancha bo'ldi? 5 oylik. Bolasi 5 oylik. Sadosi. Nech pul qilishdi? 23,5 qilishdi, berilmadi. Berilmadi. Ustiga qo'shsa beramiz, xudosi. Telefon nomerini ayting aka. Qiziqqanlar telefon qiladi. 91liga 603 28 38. Necha suti bor aka? 7 litr 8 litr beradi. 7 litr 8 litr berlar ekan, hurmatli obunachilar. Bir chini qaymog'i ham bor ekan. Mana akalar. Cho'mas, yuvosh. O'zini o'zi yemaydi, nima qilmaydi, xudosi tepmaydi. Har taraflama xudosi nimasi beriladi, xo'ra. Mashturishni saqsangiz ham bo'ladi. Mashturishni saqsam, ha, yuvosh ekan, hurmatli tomoshabinlar. O'g'il bola, qiz bola o'nchab tanlamaydigan sigirlardan qiziqqanlarga aloqa chiqarasizlar. Nomerlarimizni aytib o'tdik, hurmatli tomoshabinlar. Mana aka. Qiziqqanlar aloqa chiqaramiz. Hurmatli tomoshabinlar, keyingi sigirimiz. Ha. Orqalaridan. Bolasi nog'osmi, Hunajim? Bolasi Hunajim, hurmatli tomoshabinlar. Mana bolasi. Qancha bo'ldi bolasiga? 2 oylik bor. 2 oylik. Sutlar nechta beryapti aka? Suti. Ustozi 6 litr. 6 litr suti bor. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Qonida yo'q-a? Yo'q. Qonida yo'q, hurmatli obunachilar. 8 suratchi bo'ladi. 3-chi bolasi bo'lsa 8 suratchi bor. Sadosi qancha bo'ldi? 22 million. 22 million berilmadi. Ukangiz nomerini ayting. O'ziga yo'q ekan. 93lik 133 97 13 ha? 12 97 12. Nomerlarga aloqa chiqarasizlar, hurmatli tomoshabinlar. Yomg'irimiz yog'yapti, lekin ashinga qaramasdan biz videolar olyapmiz, hurmatli tomoshabinlar. Layklarni bosinglar. Kanalda qo'yilgan birinchi videoga obuna bo'lganlar 24 ta ekan, lekin ulardan 2000 tasidan oshiq odam ko'rgan. Salkam 3000 ga yaqin odam ko'rgan, lekin obuna bo'lganlar 24 dona xolos. Akalar, bizning motivatsiya tushib ketyapti. Kanalimizga obuna qo'yinglar akalar, iltimos. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Like bosinglar, do'stlarimizga ulashinglar.
like bossanglar ko'proq odamlar yetib boradi shunaqangi bozorda sog'ingan, musofirda yurgan yurtdoshlarimiz yetib boradi. Sizlar sababchi bo'lasizlar. Har bitta laykinglar men uchun juda ham qadrli. Va kommentariyalarga ham xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Akalar, sizlardan poddeshga mendan chiroyli video bo'ladi. Xudo xolasa. Agar 24 soat ichida shu videoga 1000 ta like yig'ilsa, inshaalloh akalar payshanba, juma, shanba har bozorda ko'rsatishga harakat qilaman. Har bitta videomga 1000 ta like yig'ilishi kerak uning uchun akalar. Sizlardan poddeshga, mendan esa chiroyli video bo'ladi inshaalloh. Kutinglar akalar. Bu videomizni davom ettiramiz. Kanalimiz obuna bo'lmagan akalarimiz kanalimizga obuna bo'linglar. Xudo xolasa sigirlar ham bundan keyin ko'proq chiqadi. Hunajinlar, sigirlar xudo xolasa chiqarishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Sizlardan poddeshga like, bizdan xudo xolasa chiroyli video bo'lishga harakat qilamiz akalar. Bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bunimiz nechi pul? Buni 28 million. 28 million kam bor. Savdosi qanaqa bo'ldi? 23 millionga bermadim. 23,5 ga bermadim. 23 million, 23,5 million so'm berilmadi. Bolasi? Bolasi xunachi. Bolasi xunachi, hurmatli tomoshabinlar. 5 kunlik bo'ldi. Sutlar nechta? 8 litr sutiga bera olamiz. Tepada xudosa yo'q. Mana hurmatli tomoshabinlar. Olaman degan qiziqqan akalarimiz telefon nomerida ayting hoshtaqa. Qiziqlar telefon qiladi. 94lik. 94lik. 044 044 32 31. 32 31. Nomerlariga aloqaga chiqa olasiz ekan hurmatli tomoshabinlar. Nechinchi bolasi dedik? Uchinchi bola 8 kurakchi bor-a? 8 ta putunchi bor hurmatli tomoshabinlar. Mana o'zi tishlarini ham ko'rib bo'lsanglar bo'ladi. Hali xudo xolasa maza qilib bola oladigan sigirlardan inshaalloh akalar. Like'lar bosib turaveramiz xudo xolasa. Biz davom etamiz. Savdosi qancha chiqdi bunimizni? Assalomu alaykum. 20 million beryapti. Akamiz mana sinab olyapti, sinayapti. Togi. Tepami yo teppa edimi deyapti mana. Qo'lim cholib do'st. Sizlar ekan xolos. Yeb ichadi, suti beradi bo'ldi. Xo'p. Savdosi qancha dedik? Bor, 2 oylik bor. Bolasi 2 oylik. Berilmagan summa necha pul bo'ldi? 21 ga bermayapti. Oxiri 21 ga berilmadi. Bolasi xunachi, hurmatli tomoshabinlar. Mana. 20 million so'm pul oling, menga bering. 20 million? Akamiz 20 million so'm so'rayapti. Hozir so'rayotgan narxi akalar. Suti nechta? Suti. 6 litr suti bor. 6-7 litr suti bor ekan hurmatli tomoshabinlar. Akamiz qiziqyapti, nima qilyapti? Savdosini qilyapti. Uchun telefon nomerlarini so'ramay qo'ya olamiz. Bularni ko'rsatib bera olamiz. Mana hurmatli tomoshabinlar. Necha pul bor hoshtaqa? Assalomu alaykum. Charchamasdan. Mana bolasi. Bolasimi bu? Voy mana. Akalar turishini qaranglar bolasini chiroyli dedi. Xo'p, hoshtaqa savdosi qancha bo'ldi? Savdosi 19 million 500, 19 million 600 savdo qilishyapti. 19.6 chiqdi oxiri. 19 million 600 ming so'mga savdosi bo'layotgan hurmatli tomoshabinlar. Ana bo'lmasa. Bermadi. Bolasi novo. Sizlar nechta? 7 litr. 7 litr suti bor. 7 litr suti bor ekan hurmatli tomoshabinlar. Mana bo'lmasa. Qiziqlar nomer ayting hoshtaqa. 90lik. 90lik. 543, 543 1074. 1074 nomerlariga aloqaga chiqarasizlar ekan hurmatli tomoshabinlar. Xudo xolasa har taraflama javob beramiz deyishyapti. Yeb ichishiga, boshqasiga Mana ikkinchi kafolati bor. bolasi. Ikkinchi bolasi ekan akalar. 8 kurakchi bor, a? 6 kurak. 6 kurakchi bor ekan. Ana bo'lmasa akalar. Bunimiz nechi pul? Oyda. Sotildimi, sotilmadimi buni? Hozir olamiz uni ham. Hozirga nechi pul deyapsiz buni? Akalar mana qaranglar. Bolasini qaranglar. Ha, buni ajimi bu? Novos. Nechi pul deyapsiz? 30 million so'm. Savdosi qancha bo'ldi? 27,5 savdosi bo'lgan hurmatli tomoshabinlar. Bolasi novvosidan 27,5. Savdosi bo'lgan. Sizlar nechta? 10 ta beriladi. Mana hurmatli tomoshabinlar. Bir kunda 10 ta sutga berilaveradi xudo xolasa. Mana orqalardan.
akalar, ukalar. Qiziqalar nomer ayting. Qaysi bolam? Bu bolanimi? Telefon nomeringizni ayting. Nimaga olyapsiz endi? Syomkaga bo'lyapti. 384 45-44 nomerlari. Nechilik dedik? 95 lik hurmatli tomoshabinlar. Bularni ham aytaman jonli efirda hurmatli tomoshabinlar ko'rsatganmiz jonli efirda. Lekin jonli efirdan ko'rmaydigan aka-ukalarimiz bor. Biz videolarimizni batafsil olingan videolarni maza qilib ko'radi. Shuning uchun jonli efir ham ertalabda qilib qo'ydik ozmoz. Отдельный syomkasini ham qilyapmiz. Mana hurmatli tomoshabinlar, o'zini qaranglar. Bolasi Novvosmikin deb o'yladik, lekin xunajin ekan akalar. Novvosdan, lekin hozirgi o'zini yoshi teng qullarga qaraganda haligi kunlariga solishsa katta. 35 kunlik bo'libdi xunajinimiz. Bolasi xunajin. Qancha narx aytyapsiz? 35 kam bor. 35 kam bor. Sadosi bilan aytib keting. 30 ga bermayapti. 30 ga berilmayapti. Bunimiz suti nechta bunimiz? 12 ta. 12 ta suti bor hurmatli tomoshabinlar mashinamizni. Bunisini bolasi Novvos. Novvos 1 haftalik. 1 haftalik. 10 ta suti bor, ha? Ha, 10 taga olasiz. 10 taga olaversin deyapti hurmatli tomoshabinlar. Ko'p lekin 10 taga beraveraman. Suti ko'p, lekin 10 taga berilaveradi. Mana orqalar aka. Mana hurmatli tomoshabinlar. Bunisi ham Novvos, ha? Bunisi ham bolasi Novvos, mana bolasi akalar. Bunikini 10 nechta edi? 15 ta sutga beraman, hurmatli tomoshabinlar. Mana qaranglar. Yelimlarni. 15 ta sutga xudo olsa berilaveradi deyapti hurmatli tomoshabinlar. Buni ham 35 dan kam bor, ha? Uchalasi ham 35 dan kami bor. Sodosi nech pul oldi ikkalasini? Qanchaga chiqdi? Bunisi 30. Bunisi 29 sodosi bo'ldi. Bunisi 30 bo'ldi, hurmatli tomoshabinlar. 30, 29 sodosi bo'ldi, hurmatli tomoshabinlar. Nariyasi 27,5 sodosi bo'lgan. Mana hurmatli tomoshabinlar. Ana bo'lmasa degan joylariga. Qiziqarlar nomer ayting. Ishqibozlar bemalol telefon qila olasiz. Endirodagi nomer hozirgi sir nariyada bitta den 10 sigirda olgan. Nimada nomerda ayting hurmatli tomoshabinlar. Buni bu yog'iga duosi nima qila olasizlar? Telefon qila olasizlar. To'rttasi bitta ekan. Qiziqqanlar ishqibozlar bemalol aloqa chiqa olasizlar duosi. Dastavkalarimiz bormi vodiy bo'ylab? Kelishamiz, ha? Dastavkalarni kelishamiz deyishyapti. Salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kelishamiz deyishyapti hurmatli tomoshabinlar. Qiziqqanlar ishqibozlar duosi aloqa chiqa olasizlar. Inshaalloh sizlarga yengil qilib beramiz deyishyapti. Faqat aytib qo'yinglar, Islomjon o'zidan telefon qilyapmiz desanglar, xudo olsa chiroyli qilib yengillatib berishadi inshaalloh ukalarimiz. Mana tomoshabinlar. Yetuklardan so'ragan aka-ukalarimiz yetuklardan. Nech pulga chiqdi sadosi buni? 32 million sadosi chiqdi. Bolasi qani buni? Qo'ydik oling. Bolasini qo'ydik. U jonli efirda. Bu syomka hurmatli tomoshabinlar mana oldiga kelib so'rayapmiz, qo'ydik deyishyapti, lekin biz unga qaramasdan video olyapmiz. Nimaga batafsil yoritib berishimiz kerak, jonli efirda shashilib ta'sis olinib ketaveradi. Lekin bunda Islomjonov. Bunda batafsil yoritib bersak, xudo olsa odamlar qiziqarlar. Jonli efirga kira olmagan ukalarimiz bu videodan ko'rishadi inshaalloh akalar. Mana yelimlar. Sutlarni nechtaga beramiz? Mana akalar, sutlarni 10 taga bera olamiz, xudo olsa. Nechinchi bolasi oldi u? 3-chi bolasi Novvos, ha? Xunajin. 3-chi bolasi Xunajin, hurmatli obunachilar. Mana bolasi. Shuni qaranglar, birga bir ko'pay ekan. Telefon nomerni ayting. 93lik. 040 32 31 nomerlariga aloqa chiqarasiz ekan, hurmatli tomoshabinlar. Islomjonov. Talabda qo'yilgan birinchi videoga obuna bo'lganlar 24 ta ekan, lekin ulardan 2000 tasidan oshiq odam ko'rgan. Salkam 3000 ga yaqin odam ko'rgan, lekin obuna bo'lganlar 24 dona xolos. Akalar, bizning motivatsiya tushib ketyapti. Kanalimizga obuna qo'yinglar akalar, iltimos. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Like bosinglar, do'stlarimizga ulashinglar. Like bossanglar, ko'proq odamlar yetib boradi shunaqangi bozorda, sog'ingan, musofirda yurgan yurtdoshlarimiz yetib boradi. Sizlar sababchi bo'lasizlar. Har bitta likeinglar men uchun juda ham qadrli.
va kommentariyalarga ham xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Akalar, sizlardan podдержка mendan chiroyli video bo'ladi, xudo xolasa. Agar 24 soat ichida shu videoga 1000 ta like yig'ilsa, inshaalloh akalar payshanba, juma, shanba har bozorda ko'rsatishga harakat qilaman. Har bitta videomga 1000 ta like yig'ilishi kerak uning uchun akalar. Sizlardan podдержка, mendan esa chiroyli video bo'ladi inshaalloh, kutinglar akalar. Bu videomizni davom ettiramiz. Islomjon Uz akalar. Obuna bo'lib qo'yasizlar, hurmatli tomoshabinlar. Like'lar ayamasdan bossanglar. Agar qaysi videomizga ko'proq like bosilsa, hurmatli tomoshabinlar, ashimolni ko'proq chiqarishga harakat qilamiz. Sigir bo'lsa sigir, novoz bo'lsa novoz. Katta apros ketdi akalar, xudo xolasa. Qaysi biriga like ko'proq yig'sa, ashini ko'proq chiqaramiz, xudo xolasa. Qiziqarli ishqozlar aloqa chiqaramiz akalar. Nech pul ekan aka bunimiz? Akamiz bilan gaplashamiz. Qaysi akamiz buni? Fotilmay ekan. Batafsil xudo xolasa. Hurmatli tomoshabinlar, yana bo'lamiz. Ya chiqmaysiz. Mol o'zini ko'rsatib beramiz. Bolasi 2 kunlik bo'ldi işte. Unajin ekan bolasi. Hurmatli obunachilar. Suti nechta berdi? 10 ta ustiga bera olamiz deyapti. Ikkinchi bolasi deyapti. Nech pullar aytyapsiz? 25 ozgina ekan. 25 ozgina ekan bu. Sodosi qancha bo'ldi? 21,5. 21,5 sodosi bo'lgan hurmatli obunachilar. Ishlari 6 kun ekan. Chiqqandi 4 ta edi, ko'rgan. 4 ta edi hurmatli obunachilar. Ko'rganimiz yo'q deyapti. 4 ta edi. 6 ga borib qolgan 4 deyapti. Qiziqqanlar ishqozlar nomerda ayting aka. 99lik 914 94 47 nomerlar aloqa chiqarasiz ekan hurmatli obunachilar. Mana sigirimiz. Mana bolasi 2 kunlik bo'lgan. Qiziqqanlar ishqozlar shuni aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa kelishib bera olaman deyapti akalar. Mana. Akalar shuni telefon qilinglar akamizga. Telefon qilib molni shunday olib qo'yinglar. Keyingi safar o'zim chiqaman uka deydigan bo'lib qolsin. Hurmatli tomoshabinlar. Aloqa chiqinglar. Mayada oling. Nech pul oldi? 27 million so'm hurmatli tomoshabinlar. Novosimiz. Ketdi mana. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar, sigirlarimiz oz ekan. Ko'rsatib berishga harakat qildik hammasini. Qo'ldan kelgancha bular baraka bo'lganlardan. Bular narxlarini bilmadik, egalari o'zi ketib qolgan, choy ichgani boshqaga. Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlab turinglar, like'larni bosinglar. Videomizni do'stlarimizga ulashib qo'yamiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan Islomjon Uz bo'ldi. O'zingizlarni asranglar.